hayron qolaman, bu narsani ko'rmay qopman deylar. Ano Jaskutmi, Jasjammi, Dalbayobmi, nima edi ismi? $3000 olib nimaga ehson yig'ib beraman deb $3000 olib chiqib ketgan Dalbayob meni harommi iflos debdi. Odamlarning kommentariyasini o'qib yozganini. Haromxo'r odamlarning kommentariyasini o'qib chiqqan nima deb yozyapti. Dalbayob, seni ko'rishsinmi qasamxo'rda? Ehson yig'ib beraman deb hammadan pul to'plab yurganing seni ko'rsinmi? Yiban o'zi pachag'ing chiqib ketdi hammaga sharmanda bo'lib. Yana chiqib olganingni qara, qo'ta bormi PR qilib, bilad. Ko'koshni PR qilib, Dalbayob, ikkoving ham musordan chiqqansan, ana o'zi bittasi kommentariyasini yopib qo'yibdi. Opasi mana qilib shimaraga o'xshab o'ynab yurgandi, ukasi Amirxon. Qiliqlaringni unutib qo'ygan bo'lsang, Jasjam, biz unutganimiz yo'q. Mana YouTube kanalda maytda o'sha video bor. $3000 ga chiqib ketgan xotinda обращенияsi bor. Kirib ko'rmaganlar ko'rib olinglar. Kirib ko'ringlar Jasjanning qanaqa ko'tligini.